Koloriskani yangi boshlagan hamkasblarim bor diqqatlarini sochga rang berishga qaratadilar va sochni to'g'ri parvarish qilish ikkinchi darajali deb o'ylab katta xato qiladilar. To'g'ri, sochga rang berish muhim, lekin biz salon sharoitida sochni to'g'ri parvarish qilishni bilishimiz shart. Bugun sizga uy sharoitida emas, salon sharoitida salonli spa protseduraning eng zo'rini ko'rsataman. Aynan turli sabablarga ko'ra uchlari yorilgan, qurigan, gullagan sochlarni davolash uchun sizga Brelil brendining Keraforce davolovchi lineykasini tavsiya qilaman. Diqqat bilan eshiting. Bu premium mahsulotning ishlatilish ketma-ketligini tushuntirib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz texnik shampun bilan sochni tozalab yuboramiz. Bu sochni chuqur tozalab beradigan shampun bo'lib, tarkibida keratin proteinlari bor va undan tashqari sochni ko'pirtirib 5 daqiqa qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sochdagi hamma grezlarni, temirlarni, nima ortiqcha yomon narsa bo'lsa, hammasini yuvib tushib ketadi va bu sochni uxotga tayyorlab beradi. Bu ikkinchi mahsulotimiz spray aktivator bo'lib, uni quruq yoki nam sochga sepganimizda sochni kutikulyar sloyi yaxshiroq ochilib beradi. Va undan keyin suradigan mahsulotimiz sochga chuqurroq singadi. Buni boshqa brend mahsulotlarini sochga surishdan oldin ham ishlatishingiz mumkin. Uchinchi mahsulotimiz tiklovchi shampun. Bu shampun kremobrazniy bo'lib, sochga surib ko'pirtirganimizda tarkibidagi gialuron kislotasi va keratinlari sabab soch tiklanadi va undan keyin suriladigan mahsulotlarga tayyorlanadi. Shampunni chayib tashlaymiz va nam sochga maska suramiz. Bu maska tarkibidagi gialuron va keratinlari sabab sochni ich-ichidan tiklab beradi va jilosini o'ziga qaytaradi. Bu sivritka bizga sochni uzilgan disulfit aloqalarini tiklab berishga yordam beradi. Juda ham mukammal tarkibga ega bo'lib, sochga surib 20 daqiqa qoldiramiz va sochni quritib turmaklashda davom etamiz. Mana bu ikkita mahsulotni men sevib qoldim. Chunki bu birinchisini sochni atrofiga, chegaralariga surib olib kraska suramiz va hech qanaqa kraska teriga yuqmaydi. Agar buni surish esingizdan chiqib qolib, soch chegaralarida, yuz chekkalarida rang qoladigan bo'lsa, mana bu mahsulotni paxtaga olasiz va artib olsangiz umuman rangi qolmaydi va bularning hidi juda ham yoqimli. Keraforce lineykasining oxirgi mahsuloti bu himoyalovchi sivritka. Buni biz parashokka ham, kraskaga